Hürmetli vatandaş, başta aytgandek, endi sizlar bilan muhokama mavzularimizni boshlaymiz. Muhokama mavzularimiz deganda mundaq bo'ladi. Vatandaş, bugungi islohga 2021-yil 3-oyning 5-kuni muhokama mavzulari men avval mana bir o'qib beray sizlarga. Buni sizlarga so'zlab qo'yganlikcha men boshda aytdim, selishtirib muhokama qilaman bugun dedim. Bu leksiyaning mavzusi bundoq. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi ziyorat. Prezident Joe Biden hukumati nazarini Amerika Yevropa ittifoqi munosabatini qayta qurib chiqib, kishilik huquqqa tajovuz qilgan Jungo'ga zarba berishga qaratdi. Zarba berishga, Yevropa bilan ittifoqlashib Jungo'ga zarba berishga. Kishilik huquqqa tajovuz qilgan Jungo'ga zarba berishga qaratdi mavzuli xabar. 2-oyning 27-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq edi. Qisqartimiz, o'zini qayta takrorlamaymiz. Qarab turing. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi, Amerika Ovoz radiosining muxbiri, Davlat Mahkamasida Amerika Yevropa bilan do'stlik, sheriklik munosabati, yordamchi davlat ishlar muavini, yordamchi davlat ishlar, ya'ni muavin yordamchi davlat ishlar kotibi Molly Montgomery. Bu yerda nima dedi Molly Montgomery Amerika ovozidan qo'ygan savoliga vatandosh? Mundaq dedi. Masalan, biz Uyg'uristonda, Shinjongda va Hong Kongda ko'rgan ahvollardek bo'libmi Jungo musulmon Uyg'urlar orasida Uyg'urlar oldida o'tkazgan irqiy qirg'inchilik jinoyati. Davlat Mahkamasi qo'shimcha yordamchi muavin davlat ishlar kotibi Molly Montgomery ayol kishi bu xonim dediki, Uyg'urlar oldida o'tkazgan irqiy qirg'inchilik jinoyati. Bu jinoyat to'g'risida Amerika hukumatining pozitsiyasi intayin aniq. Bir jumla oxirlashdimi? Oxiri qarab turing. Amerika ovozi muxbiri savol qo'ydi. Bu savolga Montgomery mundaq javob berdi. Amerikaning pozitsiyasi intayin aniq. Boshda bir qatim dedi, bu yerda bir qatim dedi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken aniq qilib mundaq ko'rsatdi. U bo'lsa-mu biz Uyg'uristonda, Shinjongda yuz bergan harakatlarni irq yo'qotish harakati deb hisoblaymiz. Anladınız vatandaş, biz Uyg'uristonda yuz bergan harakatlarni, masalan Xitoyning bostirish harakatlarini irq yo'qotish harakati deb hisoblaymiz. Biz Uyg'urlar qartilgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Balki bizning pozitsiyamiz allaqachon aniq bo'ldi. Bu jinoyatlar intayin og'ir jinoyatlardir. Mas'uliyat surishti qilinadi. Buni ko'rdingiz vatandosh, men bu shuni 2-oyning 7-kuni sizga vatandoshlarga leksiya qilib so'zladim. Bu yerda fikr aniq. Montgomery, Molly Montgomery Davlat Mahkamasining arbobi, Yevroosiyo ishlariga mas'ul. Demak, biz irq yo'qotish siyosati deb belgiladik, buni amal qilamiz. Pozitsiyamiz intayin aniq. Siz endi ma'nan qarang. Nancy Pelosi xonim, Uyg'ur masalasi davomli bizning diqqatimizda. Mavzuli xabar 2021-yil 3-oyning 2-kuni Erkin Osiyo Uyg'ur bo'limida. Buningda bir abzas, bunga diqqat qiling vatandosh. Ma'lum bo'lishicha,
Yeni növbetlik Amerika hükümetinin vücutga kelişidan uzun ötmey kısmen şahsilerinin Uygur diyardaki ictimai facialar ve siyasi bastırış kılmışlarını kırgınçılık dep ataş reallıkka ançı muvaffak emas. Degендek fikirler o'tirg'i chiqishga başlagan. Bunun bilan yeni növbetlik hükümetinin ilgirki hükümet ilan kılgan Uygurlar kırgınçılıkka uçravatıdı degen mazmundaki hükümeti qandaq muamele qilish köp qism kishilarning diqqatini tortayotgan masalalardan biri bo'lib qolishga boshladi. Tushundingizmi? Köp qism kishilar masalan irqiy qirg'inchilik degan masalaga uchravatıdı degan masalaga diqqat qilish, hükümete qandaq muamele qilish köp qism kishilarning diqqatini tortayotgan masalalardan biri bo'lib qolishga boshladi. Bu xabar 3-oyning 2-kuni Asiya, Erkin Asiya Uyg'ur bölümünden men yuqorqi xabarni 2-oyning 27-kuni anglattım. 2-oyning 27-kuni bo'lsa, bu 26-kuni Juma kuni Amerika Ovozi radiosunun muxbiri Molly Montgomery'ni ziyorat qilgan bo'lib hisoblanadi. Men 27-kuni anglattım, hurmatli vatandosh. Ma xabar nima deydi qarab turing. Hozir kishilarning diqqatini tortayotgan masalalardan biri bo'lib qolishga boshladi. Davlat ishlar kotibi, muavin davlat ishlar kotibi pozitsiyamiz aniq. Da'vatidir. Irqiy qirg'inchilik da'vatidir. Bir radioning muxbiri bo'lsa nima deydi? Bu kishilarning diqqatini tortayotgan masalalardan biri bo'lib qolishga boshladi. Neymiş ka? Siz 2 kun kechiktirib e'lon qilibsiz efendim. Men shaxsan o'zimdan aytganda sizni mushu radioda qilib qolgan eng oxirgi bir odam deb hisoblaydigan odam muxbir efendi. Yani bir ayol xonim bor. Mushu 2 kishi radioda qilib qolgan eng oxirgi muxbirlar deb hisoblaydigan odamlar qatoridagi muxbirsiz efendim. Men azaldan shunda qarab keldim. Xabar tanlash, xabarga ishlatilgan jumlalarni tuzish, jumla tuzish jihatda sizning qobiliyatingizga qo'l qo'yib, shu muxbir eshib qoldi deb kelayotgan odam. Siz tuyuqsiz bugun o'zgaribsiz. Hozir davlat ishlar kotibi, muavin davlat ishlar kotibi biz irqiy yo'qotish jinoyatni to'nidiq da'vosi. Pozitsiyamiz aniq da'vosi. Siz demişkanda bu yer kelib, bu hozir kishilarning diqqatini tortayotgan masalalardan birisi bo'lib qolishga boshladi degan hukmni qildingiz muxbir efendi. Sizning bosh tahriringiz Olim Sitop Ahmad efendi belgilab bergan xabarmi bor? Yoki sen mushundaq ziyorat xabarini berasan degan gapmi bu? Men tushunolmay qoldim ha buni. Ko'zida bir ko'zida yosh, bir ko'zida qon, sakratga tushgan bir millat, tipirlayotgan bir millat. Mushu radiodan boradigan oziqqa, ma'naviy oziqqa, umidga yetaklaydigan bir oziqqa, Amerika nima deydi buning, Amerika Qo'shma Shtatlari nima deydi degan mushundaq taqozolik bilan kutib turganda radio orqali siz mushu xabarni Uygurlarga yetkizib beremsiz ha? Bu yerda men dedim başta pozitsiyamiz aniq dedi muavin davlat ishlar kotibi Molly Montgomery. 2 kundan keyin siz deysiz bu hozir irq yo'qotish deymizmi, demaymizmi degan masala kishilarning diqqatini tortishga boshladi debsiz. Men shaxsan davlat ishlar kotibi, muavin davlat ishlar kotibining degan so'ziga ishonaymi va yoki bir muxbirning degan so'ziga ishonaymi? Nimashqa bunday qiladi? Bu tashviqot, targ'ibot, buni qo'yib turaylik. Amerikada bu radio xabarlar tashviqot, targ'ibot deyilmaydi. Biroq obyektiv bo'lish kerak. Xabar obyektiv bo'lish kerak. Xabar rostchilikka bo'lish kerak. Bu ko'z qarashda bayon qilgan munozara maydoni emas. Siz xabar berayotgan odam. Men mushu xabarni 27-kuni berib olib,
Kütüp durdum. Radyoda kim berdi? Muhbir İrada Hanım beremdi bu muhbirni. Yakın bu haberde, yakın efendim beremdi bu haber deb kütüp durdum. O haberning o'rniga bu haber yetib keldi. Bu haberning mazmuni nima ekan desangiz, bu haber verilme, o haberning o'rniga Pelosi Hanım Uyg'urlar meselesi davamlılık bizden diqqatimizda deyildigan bu haber verildi. Nocha gap? Nancy Pelosi Hanım Uyg'urning aktivlari bilan ko'rishibdi. Ulardan fikri opti, lekin siz bergan xabardami ular Nancy Pelosi Hanımga nima dedi? Konkret hech gap yo'q. Navbatdagi vaziyat, bunday gaplar abstrakt gaplar. Navbatdagi vaziyat nima? Konkret deyilgan bir ishga gap yo'q. Shu gapni deyishni biz kutamiz. Hanımga, Nancy Pelosi Hanımga shu gapni deyishni biz kutamiz. Endi bu muhokimimiz mana bu yerda müşahideci vatandaşlar. Endi ikkinchi selishtirma bor. Bu selishtirmani ko'rasiz endi.